$166 ming ga 3,5 sotuv maydonga ega bo'lgan bitta hovlini ko'rsataman. Joylarini qaranglar, zo'r joyda joylashgan, hozir ko'chalarni ko'rsataman. Ko'pchilik oshonalar teorish, ko'chalarni qarang, kengligini, zahmatlari bor, ikkita mashina sig'adi, bemalol fasadni qarang. 13,5 metr bo'lgan fasadga ega hovlimizni hosiliga ko'rsatib chiqaman. Bu yoq ko'chalarni ham qarang, juda ham chiroyli, shin ham o'zimizning eski mahallalar ko'kchada joylashgan ekan. Past qismini bislashingiz, tepa qismida bemalol yashasangiz bo'ladi. Kirganimizda bitta mashinaga bemalol joy bor. Uyimizning mana shu ko'rayotgan qismida yangi qurilgan ekan. Past qismi eski hovliga uni bislashingiz ham bo'ladi. Narxiga juda ham zo'r. Hovlimiz tekis to'rtburchak, hech qo'ng'ir joylari yo'q. Bu yo'llarni bizni bitta rekonstruksiya qilsangiz bo'ladi. Baland ko'tarishga ham qo'shni ruxsat berishar ekan. Hozir bu yoq qismini ko'rsataman. Bu yoq qismi tayyor remotlardan chiqqan. Ko'rib o'zinglar bitta baho berasizlar. Birgamizda pol oshxona qilingan ekan. Remontlari tayyor holatda. To'g'ri bo'lsa bitta spalnimiz joylashgan. Ko'rib baho beringlar. Tayyor hovli. Bu yoqda masalan yashab turib past qismiga qurib olsangiz bo'ladi bemalol. Yoki polni biz turib 3,5 sotuvga qutichaday qilib hovli qurib olsangiz ham bo'ladi. Sizlarga yoqdimi shu hovlimi? Shu hovli haqida fikringlar, narx to'g'risidagi fikringlarni yozib qoldirsanglar biz xursand bo'lamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bizda hali yengilliklar oldinda. Salomat bo'linglar.